Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahmon ibn Muhammad ibn Abdul Qoriydan rivoyat qilinadi. Umar ibn Abdul Aziz otamning yonida ketayotganimni ko'rib, otangni yonida yurma, sen otangni orqasidan yurishing kerak deb menga tarbiya tanqid qildilar. Shunda otam bu men uni qo'liga tayinib ketyapman deganlarda Umar ibn Abdulaziz unday bo'lsa mayli dedi. Demak bundan ma'lum bo'ladiki, ota bola yo'lda yurib ketayotgan bo'lsa, bola otaning orqasida yursin. Otaning ehtiromi, hurmati, ulug'lanishligi mana shu darajada eng yuqori maqomda turadi. Endi agar ota o'zi ruxsat bergan bo'lsa yoki rivoyatdagi kishiga o'xshab o'g'liga suyanadigan bo'lsa, yonidamdek suyanib olib yuradigan bo'lsa, yukini ko'tarishib kelsa, bunda bo'laveradi. Shuning uchun otani oldiga, onani oldiga o'tib yurishlik, ya'ni bu dinimizda qattiq, ya'ni odob nuqtai nazaridan bo'lmasligi, oldiga tushib yurishlik noto'g'ri amal ekanligi Umar ibn Abdul Aziz tomonidan barcha farzandlariga katta bir dars bo'lyapti. Shuning uchun musulmonlar hamisha shunday yo'l tutib jamiyatda islomiy odob, axloq qaror topishiga hissa qo'shganlar. Farzand otani oldida yonboshlab yotishligi mumkin emas. Ota bilan, ona bilan gaplashayotgan farzand telefonini o'chirib qo'ygani ma'qul. Ota, ona gapirayotgan paytda, vaqtida telefoni jiringlab qolsa, o'sha telefon bilan ovora bo'lsa, otani, onani gapi uzilib qoladi va bularni dili ranjib qolishligi mumkin. Otani oldida, onani oldida farzandni maykalik o'tirishligi, sho'rtiylik, tizzasini ko'rsatib o'tirishligi, sigaret, noz chekib o'tirishligi, otadan baland xoxolab kulib, ya'ni har xil gaplarda otani oldida, onani oldida gapirishlikdan farzand o'zini tiyishligi kerak. Agar mana shu ishlarni qilmasdan, otadan oldin yurib, otaga, onaga baqirib, jerkib, ularga ozor yetkazayotgan bo'lsa, bu farzand demak oq bo'lib qolishligi mumkin, o'ringa o'tib qolgan bo'ladi.